Wow. Assalomu alaykum. Bratskiga tashib qo'yamizmi? Bo'ldi, o'tiring. Nechinchi yilsiz, yaxshi qiz? 2000. Siz uylangan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, hali baxtimni qidib yuribman. Topganim yo'q. Nima bu palakat? Xudo. Nima qildingiz ukam? Orqamdan soldingizmi? Aka, men bor o'ziray, qanaqa urib yubordim sizni bilmayman, boru. Ha, mayli, palakatda endi nima qilamiz? Mana deb bo'lmadim ish qilib. Yo'q, siz deb bo'lmadi singlar. Men o'zim keta qolaman. Ha, shunday qiling singlar. Aka, men bor o'zurlik. Bo'pti, endi palakat aka. Kelgan balo shunga ursin. Qilib beraymi? Temirda endi nima qilamiz? Nimaga jo'li qiz ekan-ku bu? Rusyanka ekanda, oppoqqina ekan. Bitta laykchani bosaylikchi. Nima qilyapsizlar sizlar meni orqamdan uraverib? Aka, ko'rmay qoldim rostdan. Ya, meni orqam sizlarga uradigan joy bo'lib qoldimi, nima balo? Birdan paydo bo'lib qoldi-da. Ya, bo'pti, palakat ekanda endi nima qilamiz? Uzr aka. Ya, nimadan bo'lyapti ekan? Shuncha palakat tavba qildim. Shu uzukdan bo'lyaptimi-kan? Yo'q, uzukdan bo'lmasa kerak. Qarang, hajab chilonzorgacha tashib qo'ying. Xo'p, bo'ladi. O'sh, palakat mashinamdan sani deb bo'lyapti ekanda. Mana shu uzukni deb bo'lyapti ekanda. Tush! Aka, menga qiziqarang-da. Voy, o'zini sekin. Bor yiqol, o'zimda ham ancha bor ekanda. Ko'zim o'ynar ekanda meni. Bo'ldim devona. Qani kelindi bir ko'raylik qani. Emi o'lang. Muncha chiroyli buning. Parodalida onajon. Aytib qo'ying, kamida 1 yil xizmatimni qiladi. Bir umr xizmatingizni qilaman, oyijon. Ya, ana bu men o'xshanadi mana. Sassiqmi? Nima? Tappi. Ozgina sabr qil, adina chiqib ketamiz. Shunchalar sabr qilsam bo'ladimi? Yo'q. Mana shuncha sabr qil. Shunchami? Yaxshilab jug'in, ko'pirtirib jug'. Xo'p. Yangacha, men kirsa o'rniga olib kirayapsiz. O'rin zamon ko'tarsa-da. Hey. Hey. Sabr. Ozgina sabr qilgin. Yana qancha sabr qilay? 275 kun sabr qilgin. Ha, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ha, kelinam endi o'zicha ish qilgan kishim bo'lib turibdi mana. Mana. Molni sir tepdi. Yaqati ginomcha. Yaqati. पल रुका ख्वाबों का कारवां Sabr qil. Sabr. Yomon tepdimi? Ne ajadir ne bo'ldi-da? Beting ham kattada, ovqat olmagansan-da. Qachon ketamiz? Mana, yozda sayohat qilishimiz uchun Rani biraverni qilib tur oldim. Beraverni nima u? 31 dekabrgacha Turkiyaga sayohat qilish uchun 60% chegirmada tur olsang bo'lar ekan. Qayerlarga olib boradi? Istanbul, Antalya, Bodrum, Alaniyaga olsang bo'ladi. O'sha paytda $1000 bo'ladigan turni hozir $400 olsang bo'ladi. Yana pulini borki, bo'lib bersang bo'lar ekan ketguninggacha. Qayerdan oldingiz buni? Ajelux Travel'dan oldim. Yana boshqa kompaniyalardan ham olsang bo'lar ekan. Necha kunga? 8 kunga. Sabr qilish 280 kun, dam olish 8 kunginami? Shukr qil. Mayli, tez ketaylik, iltimos ketaylik. Ayb qilamiz. Hey! Yozga sayohatga aylanishga paket topsammi? Oldin bizni jo'natasan. Undan keyin bilganimda qol. Mana nima? Kosa. Bu meni sabrimning kosasi. Aytaman. Dadamni onamga o'zim aytaman. Qaytaman. aytaman Ya bitta gapiringizlar,
Mana bolam bog'chaga olib boryapman. Joy yo'q deyapti. Hal qilib beringlar shuni. Go'sht muammo bo'lyapti. Narx ko'tarilib ketgan. Chetdan bemazza go'sht olib kiryapsizlar. Bo'ldi. Men hokimning yordamchisi bo'laman. Bu yordamchim hozir hamma kamchiliklarni bloknotiga yozyapti. Buni yuqoriga shunday topshiramiz, hamma muammolar hal bo'ladi. Menga qarang, men diplomim bor, hunarim bor. Bo'ldi, sizga ish kerakmi? Yo'q, menga kerak. Srochni iloji bormi? Bitta bo'lsin, zo'rdan bo'lsin, onasining ismini yozing. Yaz. Maygan, hokimning yordamchisi bu mahallaning kamchiliklari qachon hal bo'ladi endi? Rais bu xalqni dardini bloknotga yozib qo'ydik. Endi shunday yuqoriga topshiramiz, bir pasda hal bo'ladi-da. Qamardan aka, bloknot yo'q-ku. Qanday yo'q bo'ladi? Shu mahallada qoldi, uni ayning magur. Sen jinnimisan? Qanday xalqni dardini ko'chada qoldirasan? Top bloknotni qayerda ham qo'chirding? So'rtamat. Tug'ilganingda miyangni o'zing qilganmidi? Voy yordamchisi. Bizning masala nima bo'ldi? Nima edi siz masala? Go'sht. Ha, o'sha kun sizni masalangizni bloknotga yozgandik-ku. Bloknot uchun tegishli tashkilotlarga kiryapti. Ha, kirganda ham yomon kiryapti. Qog'oz ber, qog'oz. Ber qog'oz yo'q ekan. Bolaligingda kindigingni to'g'ri kesganmidi sani? Ha, hokim yordamchisi. Bizning bog'cha masala nima bo'ldi bloknotga yozgandingiz? Sizni masalangiz hozir yuqorida shunaqangi yonyapti. Yonganda ham yomon Yomon lekin. To'g'risini ayt, qancha berib kirgansan ishga? Mulla aka, biz zakaz nima bo'ldi? Nima edi san zakazing? Yerda o'lsin. Menga svet ham kerak emas, gaz ham kerak emas. Bitta chotka yer topib beringlar, iloji bormi? Endi yaxshi yer kelmadi hali. Hech chiqmayapti lekin. Yuqoriga zakaz berganmiz. Yaxshi kelsa aytamiz. Xo'p, singilcha. To'xtanglar. Mana o'sha bloknot Toshmat tualetdan chiqdi. Bu bloknotga ishonib qovurmanglar. Mana 15-yanvardan boshlab aholi va qishloq xo'jaligini onlayn ro'yxatga olish boshlandi. Nima qilib beradi uning? Mana senga bog'cha yetishmayaptimi? Shuna oilaviy ahvolingda nechta bolang borligini kiritasan, yetishmayotgan joylarga bog'chalar quriladi. Mana seni go'sht problema qilayotdingmi? Qancha yering bor, nechta moling bor, shuni kiritasan, shunga qarab masalalar ko'rib chiqiladi. Mana rivojlanayotgan davlatlar ham har 10 yilda mana shu ro'yxatdan o'tadi. Sizlar ham onlayn ro'yxatdan o'tinglar. To'xtanglar. Yer nima bo'ldi, topib bermaysizmi? Mana ketasinglar. Hozir yurtimiz bor-ku, rivojlanish bilan bandda. Biz hamma ishimizni tashlaymiz, senga er qidiramiz, xo'pmi? Yer nima bo'ldi? Enangni eri bo'ldi. Yerchi? Ersirab o'l. Bir nima qilinglar mana uni. Yer kerak. O'l. Men qo'rqinchli bo'z bo'ri, butun o'rmonning eng zo'ri. Palvonam o'zimizdan mana shu qo'shni qishloqqa turadi. Boshidan sal issiq o'tganini hisobga olmaganda o'zi zo'r urishadi. Faqat kechqurun yaxshi uxlaydi-yu. Kunduzi ana shunaqachun tirnoqqa qilib nima qiladi-da, ish qilib yaxshi. O'zi yotib o'zi turadigan palvonlardan ish qilib. Bayavoy. Nima deyapti? Mana bu nima deyapti? Ko'pchilik aytadi, ukol urgansan deydi-da. Yo'q. Tirnovkani avj bilan qilish kerak. Tolga zanimatsiya, yigitni zo'ri, Arnold Schwarzenegger hayratda. Nima deyapti? Qo'lni tagi nima deyapti, ha? Bomba anakonda. Baqish, shoshma. Tashakkur. Salom alaykum. Salom ber. Salomlash. Rahmat, malades, qoyilman. Malas bos. Ur onangni derdik. Yo'q qil raqibni. Raqib yo'q. Tamam, всё. Raqibning umriga zomin. Tamam, молодец, bilab. Baqish. Davay. Tartas ikki yonga, shoshma. O, billat. Qara, shoshma, baqish. Yigitimni dummasiga ukol qilgan qizni bu dunyoda udali, u dunyoda saqlanib qilaman. Yerdaman! Dummasiga tegmaydi. Razbor. Qaysi biringiz saqlading, ha? Bularniki alohida chiqibdi, qara. Tomirni ham zo'r chiqaribdi. Kapelnisiga bitta tushadi. Kasal ekan, ha? Barakasi ilmi. Bo'lishi mumkin. Davay, razbor! Ye. Bo'ladi.
yerda xato qildik Temurtash. Endi bular tollikka boyas professional zalda shug'ullanadigan bolalar-da. Gulistonda zal bormikan? Конечно, Saxovat 4-etajda S-Fit Pro bomba zali ochilgan. Sharoitlari ham chotki. Qizlarniki ham bormi? Albatta, jenskiy adelni, murskiy adelni, bomba anakonda. Trenerlari nima deyapti? Trenerlari. Nimasidan qo'rqasan bularni? Yorib tashlayman hozir bilan. Bo'ldi, yig'lamang. Bo'ldi, tamom, yig'lamang deyapman. Men hech kimga bir şey qilganim yo'q edi-ku. Yig'lamang, tamom. Bo'ldi, yig'lamang. Bugun men bo'ri bo'laman. Sen esa quyon. Hay! Ibi? Nima edi bu? Voy jonim! Voy, tavba qildim, nima bu? Voy, ilohi. Aya! Nima qilyapsiz bu yerda? O'g'lim, hali vaqt uxlashga. Yur choy ichamiz. Kelin, siz o'zingiz uxlavering. Yur. Shunaqa gaplar demay-a. Bobur aka, uyqum kelyapti, uxlayveraymi? Yo, to'xta, uxlamasdan tur, hozir kiraman. O'tiribsiz-ku, suhbatlashib, mazza qiling. Bir tayinli gap ham bo'lmayapti-da, uxlaganim ma'qul ayajon, kiray. Yo'q, nima qilasan? Uxlaversin u. Choy ichib o'tiribsiz, o'g'lim. 5 minutga kirib chiqdim. E'tibor qilma. Uxlasa uxlaversin. Ikkalamiz suhbatlashib o'tiramiz. Bozorda kurs qancha? Sabz qancha? Bo'pti, asabiylashma. Yangi yilda nima qilamiz? Dengizda suzamiz, delfin ustiga chiqasan. Bola? Qayoqqa? Asaloyiga oyi, bu yerda bo'lmayapti-yu. Oy! Tinchlikmi oyi? Asaloyiga borganingda oying qanday desalar, kasal oyim degan. Bo'pti, bormaymiz. Voy, bola, biz choy ichamiz. Ketdik. Kelinizchi? Damini olsin. Poponi, qarasangiz sovg'a olib keldim. Bavi parashoga. Endi qiynalmaysan. Bu kiyimlarni top-toza yuvadi. Bironta ham dog' qoldirmaydi. Oq kiyimlarni oppoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashyorasidan tayyorlangan. Yur, kiyimlarni keyin yuvasan, xonaga boraylik. O'g'lim, yomon tush ko'rdim. Senga aytib beray, bolam. Men tushda eshitib kelay. Borasizmi? Men nima qilay boshqa? Poponi, ayam uxladi. Tushi ham rosa uzun ekan. Poponim. Bobur aka, onang kuni ko'zi? Pishak kirgandir-da. To'xtangda, men bir ko'rayda. Miyav. Yeyman o'lim. Mana qaka. Mana qaka so'laqman. Men nima? Mana o'g'liz, xohlasangiz tushingizni ayting, xohlasangiz choy iching, xohlasangiz boshingizga yatsiq qila oling. Amin, men ketdim. Poponim to'xta. Ketsa ketar. O'g'il bermoq, jon bermoqda bolam.